Eng arzonda sizlarga arzon narxda Shinarай T30 modelini ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, bortlari ham balangina. 2022-yil kraskalari top-toza ekan, holati zo'r ekan. Probegi rovni 100 ming ekan. Kraskalarni yana bitta o'zingiz uchun probeg tekshirib olishingiz mumkin. Top-toza deyishyapti. Stejdan metan gaz ballonlar qo'yib qo'yishgan. Xo'p, 100 ming kilometr yurgan. Konditsioner hamma narsasigacha bor. Mashinani holati yaxshi. Salonlari ham priятный holatda turibdi. Ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Hech qanaqa aybi yo'q ekan. Ballonlarda ham holat o'rta, yaxshi holatda turibdi, normalniy. Metallarigacha 90 talik. Zo'r holatda turibdi. Bortlari ham, panellari ham yaxshi panellardan. Chetlari ham, baquvvatlilari ham cho'tki qiyasab qo'yishdi. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q ekan. Olarkansizlar, minarkansizlar, bemalol haydayverarkansizlar. Bu mashinani bizning kanaldan, shu eng arzon kanalidan maza qilib olib minishinglar uchun bu mashinani $9200 ga beraveramiz. Ulgurib qolinglar, bosib tashlaylik.